أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam dini farzandlarni ota-onasiga ihson qilishga buyurgandek, aynı zamanda ota-onani o'z farzandlariga ahamiyat berish va ularning haq-huquqlarini tanishning muhimligini ta'kidlaydi. Bu huquq er yoki ayolning, dada yoki ona bo'lish istiqi tug'ilgan vaqtdan tortib boshlandi. İslam dini dada bo'lg'uchini kelgusi farzand uchun solih ona bo'la oladigan ayolni ixtiyor qilishni yoki tanlashni tavsiya qilsa, ona bo'lg'uchini kelgusi farzand uchun solih dada bo'la oladigan er kishini tanlash ixtiyorligini tavsiya qildi. Bu bo'lsa, kelajakda barliq keladigan farzandning dini, millati va vatani uchun foydali inson bo'lishdagi asosli omildir. Bu farzand tug'ilishdan burun boshlanadigan bo'lib, farzandning ota-onasi ustidagi haqlaridandir. Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu vesselam ala sadiqil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 9-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik muhmini ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida farzandning ota-ona ustidagi haqlari to'g'risida to'xtalamiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Alini qarshi olaman. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Farzandning dadasi ustidagi haqlari uning onasini tanlagan vaqtidan boshlanganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bo'lg'usi farzandning onasini qanday tanlash kerak? Bir er bo'lg'usi farzandiningki onasini qanday tanlaydi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi sohbetimizning temisi mushaqda ketyapti, ya'ni avlod insonning hayot temisi. Xo'sh. Bizningki o'tgan 2 qatimliq suhbat va bu mushaqda davom qilyapti. Amaliyotda insonning hayotida bek ko'p temalar bor, inson ahamiyat beradigan. Buning ichidagi shu bolaga munosabatlik eng muhim temadan birisi to'y qilish masalasi, to'y qilish temasi. Çünkü to'y qilish insonning kelgusini belgilaydigan, kelgusi hayotining xarakterini o'zgartiradigan intayin muhim bir. Çünkü to'y qilding. To'y qilgan vaqtda sen qanday bir ayolni o'zingning hayot hamrohi bo'lishga tanlasang, kelgusing shu shaklda bo'ladi. Agar sen tanlagan ayol axloqli, bilimlik, yiroqni ko'rar, salih olsa, hayatın şu şekilde tayyorlanadi, kinki hayatın şu şekilde o'rinlashtiriladi, şu şekilde devam qiladi. Agar aksi bo'lib qolsa, bunun sen tanlagan şu ayolninki bilimsizligi o'zining ta'sirini bolalaringda ko'rsatadi. Bunun noto'g'ri tabiati bolalaringda namoyanda bo'ladi. Demek şu insanınki en muhim ve tanlaş en zor olan bir kararı del ballarının anısını kandak tanlaş kararı. Şuna bazı vaktinin aldırtışı ya ki senin aldırtışın veya bu sebeplik bu karara aldırıp kademamaslık gerek. Meyli azrak keşif kessin meyli münasip. Sen özünün hayatını şunun qarta urullaştığıdak bir ayal, münasip kız çıqqanğa kadar saqlab turuşun gerek. Yani o münasip bir şekilde ahlakka, münasip bir şekilde dinge igi bo'lgan ayalga igi bo'la olganing, sening hayotdagi eng cho'ng paydan,
Nimishqa? Chunki sen bugun har qanday bir sabab turtkining vasitasi bilan tanlagan bu ayol kelgusida sening ballalaringni tarbiyalaydigan bir odamga aylanadi. Chunki har kishining vazifasi oilada ko'pincha hollarda oilaning sirtqi ishlari bo'ladi. Ayolning vazifasi şu ailenin asas olan balları ve içki ahvallarına merkezleşiyor. Eminet çünkü ayolning vazifesi bu dünyada o'xshash emas. Tuluqlu şekildeki halet köpinç kişilerle ayolni hukukta beraber degan noktada iliştirip koyducu. Yani bilan ayolning vazifasini o'xshash bir şekilde tasvirlab. Ayolninki meyli jismoniy jihatda, ruhiy jihatda birisi yaratılışı o'xshamagandek onun hayatdagi vazifasi ham o'xshamaydi. Bu ikkisining vazifasi motorning ichidagi grasiman chaqqa o'xshaydi. Birisining kamiyalarini birisi to'liqlaydi, birisining kamiyalarini birisi to'liqlaydi. Har birisi o'zining xosligini, xususiyatini joriy qiladi. Mushu nuqtadan bizning bugungi suhbatimiz balo o'g'anlik uchun. Bala tarbiyalanib bir odam qatoriga qo'shilgan chaqcha oilaning ichida tarbiyalanadi. Bunun hammasi bir vasıta ayolga münasibetlik. Şu tüpeyledin bugün gittiğimiz şu yanıla balının anısına qanda atarlaş, balının anısına qanda atarlaş. Onun nimelerge dikkat qilish tanlagan vaqtida mushiyaga münasibetlik tarafi bu. Çünkü biz bunu alayda tilg'ilishimizning sababi şu balının anısını yani ayol tanlagan vaqtda, qiz tanlagan vaqtda bir o'tkinch bir tanlash bosqichi bo'ladi. Bu vaqtda sening qiziqadigan her tarafları oludu. Seni öldürdüğün bazı ötkünçü noktalar oludu. Şu an ötkünçü nokta, ötkünçü qarash deyişimnin sebebi. Çünkü ayolni, qizni tanlashning oldidagi sende paydo bo'lgan bir mezgillik qarash to'y qilgandagi yo'q oludu. Bunu to'y qilgan har bir odam tushunadi. To'y qilgandan keyin sen aslinga kelsa, normal bir holatga kelsa, u vaqtida nurg'un narsaga pishman qilsang, nurg'un narsaga mana qilmasam bo'pti ekan desang, kechikkan bo'lsa. Shunga shu ayol qiz tanlagan vaqtida aldirmaslik kerak. O'zining navbatdagi ahvoldan bakroq keyingi hayotini bakroq o'ylash kerak. Shu nuqtadan, bola temisi nuqtasidan, avlod tarbiyasi nuqtasidan ayolni eng munosib shaklda tanlash bek muhim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda inna dunya kullaha mata' ve hayra mata'id dunya al-maratu salihah deydi. Yani bu marat salihah da hazır sildigandek. Yani hadis şunu devatıdı ki insanın hayatının kelgüsü, ben bayatım degenim şu. İnsanın kelgüsü hayatındaki umumi ahvalinin ki ya icabi, selbi oluşu ayolga münasibetlik. Şuna hadisin ahirinde dünyadaki insan yaşaydıgan en huzurunun en yaxşısı yaxşı ayol. Bu nim demekçi dese insanın kelgüsüdeki hayatının ki ak ya qara oluşu, huzurluk ya huzursuz oluşu, bir ailenin baxtlik aile ki baxtsiz aile buluşu köp hallarda ayolga münasibetlik. Ayolning bu kadar rolü zor hayatta. Şunlaşqa Resulullah bayatını okulgan hadiste alayda ta'kidlashi bizni şu noktada eskertmekçi. Ayol hayattaki en muhim bir nokta. Ayollarni dünyanın yerimi deydi. Emniyet yerimi emas. Belki hemmini gellise, hemmisi desek mübalağa etmeyi. Çünkü hayatının rengi qanday oluşu, hayatının atmosferası şu ayolninki ahvoliga qarab, ayolning bilimlik, bilimsizligi, axloqsizligi, onun dini ahvolining qanday oluşu, millat ko'z qarash qimmat. Çünkü kelgusidagi millatning sahipleri şu ayolning quchqidan chiqdi. Doğru. Bu noktada. Mesela bazı kişiler qiz tanlashda yoki nikahlanishda Peygamber Aleyhisselam'ın nikahda muruq tanlash ölçümünü ko'rsatgan qiz xonimlarninki mesela jamoli, boyligi, oila kelib chiqishi deganga o'xshagan nuqtalarni oldingi o'rin qo'yib dindorlik o'lchimini unutgan yoki olmaydi kechiktirgan. Bir haqda Peygamber sallallohu alayhi vasallam masalan hadisninki aqda fazfar bizatid din taribat yadak deydi. Bu hadisda Resulullah nima demoqchi? Yani bu hadismi insanlar yaşayotgan bir reallikni bizga tasvirlab turadi. Mayli kishilar eg'izda e'tirof qilsin yoki qilmasin, eg'izdagi da'vo bilan amaliyot o'xshamaydi. Hadis shuni tasvirlayotdi bizga. Biz hayotda ko'rdik nurg'unlarni.
ayol tanlagan vaqtida o'zining kelgusi hayotini, balalarini, avlodlarini va jamiyatni o'ylab, buning shunga munosabatlik ayolninki bilim, qimmat qarash, milliy madaniyat, din qatorliq bu nuqtalarni o'ylaydiganlar intayin az. Gerçi egizde hemmisi şunu asas kılıdı. Ama köp hallarda kişiler qanday qiladi desa, növbetdeki ahval kişilerini qiziqtiradi. Mesela onun iqtisodiy favqulodda yuqori. Bundan o'ziga bir chiqish yo'li izlaydi. Tabii ki bu xato emas, ama oldingi o'rniga o'tib qilib, asosiy nuqta tashlab qolgandan keyin buning salbiy ta'sirini ko'rdik hayotida. Ba'zilar chiroyiga qarablam, go'zal tashqi go'zalligiga qarablam, qara qildi qaramasdan. Ba'zilar uning kep chiqishi jamiyat yuz obro'li kishilar palaniga kiyganlosh, pukuniga kiyganlosh degandek bir nuqtalar var. Hadis oldida o'qilgan hadisda ayolni dunyoning huzurining hammasi tasvirladi ya, eng yaxshisi deb tasvirladi. Shunga o'xshagan bir yerda shunda davatdi. Hadisning orqasidagi taribat yadak degan ifoda nima desa, kelgusidagi baxt, saodat ifodasi. Ya'ni insonning baxt, saodati ayolni qanday tanlashda. Agar ayolni muvofiq shaklda tanlayolmagandan keyin taribat yadak bo'ladi. Ya'ni sizning kelgusindagi xorliqing, azizliqing, oilangning huzuri yoki huzursizligi, baxt, saodat dal mushu nuqtaga markazlashadi. Mazkur hadisning aksi oldu degan gap. Aksi oldu degan gap. Hatto yana bir hadisda Ibn Majah Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan yana bir hadisda tahayyaru li nutfikum. Balalarning onasini yaxshi tanlanglar deyapti. Bu kadar ko'rsatmalarning hammasi nima uchun bu kadar ko'p keladi yani? Chunki ailening kelgusidagi, ya'ni davom takrorladim bu so'zni, kelgusidagi istiqboli dal ayolga ko'p hollarda munosabatli. Shu munosabat bilan bir gapni qistirib qo'yay. Shu ayol tanlagan vaqtida diqqat qilgan bir nuqta, yaqin tuqqanlar o'zaro bek tanlashmaslik. Bunu bazı eserler kelgan Ömer radhiyallohu anhu'dan bu to'g'risida ve bazı bir yig'in ila echilgan bu haqda, bunun qanday zarari va qanday foydali, ziyonli taraflari haqida. Asosli xulosasida shu bek yiqinlar to'y qilishdan avlodlarninki ojiz chiqib qilish ehtimoli bek yuqori nisbatda buldiganligini isbotlab chiqqan bo'lg'achqa, shu qarindoshlarga tavsiya qilganimiz imkon bor. Nim bo'lish, yiroqdan to'y qilish. Buning da birisi tuqqanlar doirasi kengaydi. İnsanning tuqqanlik doirasi, bog'lanadigan rishtasi kengaydigan gap. Nurg'un ahvollari bor. Shu nuqtani, shu munosabatlarni qistirib qo'yg'im keldi. Allah razı olsun. Biz yuqorida dadı bo'g'ichininki kelgusi farzandiga ana bo'g'ichininki bo'g'ichi qizni yaxshi tanlashning lozimligi to'g'risida bir to'xtalib o'tgan bo'ldik. Yani bu farzandning dadı ustidagi birinchi haqqi deb qarasak bo'ladi endi buni. Shuningdek hamda ona bo'g'ichining farzandga dadı bo'g'ichi erni yaxshi tanlash majburiyati bormi? Aynı zamanda mesela erge huquqni haqqi var deb qaradik endi. Ayolning intayin muhim nuqta. Men bir muhim nuqtani men shuni qo'shib dey. Nikah ahvalları biz bugün ko'rib turibmiz. Meyli bazı devletlerde nikah asasen degidek sot hallarda o'qiladi. Yani sot shunga mas'ul bo'lgan adliyaga munosabatlik urullarda, ayrilgan urullarda o'qiladi nikah. Eng avval nikahdagi birinchi qadam ayolning ma'qulligini oladi. Biz suhbatimizning oldida ayol tanlaydi desek, sapla erlerning tanlash huquqi var. Ayollarning xuddi tanlanadigan biri tuyg'usi kep qilishi mumkin. Ammo bu yerda masala aksicha. Avval ayolning ma'qulligi birinchi o'rinda. Shu nikohdimi ayoldan dastlab so'ralishi. Men aytaman-ku, nikoh o'qiladigan o'rinlar, masalan biz Misrga borgan vaqtda ba'zi ijroatlarni qilishga qulay bo'lsin uchun Misrdan to'y xat oladigan bir ahvollarga to'g'ri kelib qoldi. Yani qaytadan xuddi nikoh o'qitgandek bir ahvol ham shu adliya o'rinlariga beribchi. Bu yerda bizning ko'rganimiz nima desa, mudohala qilinmog'idek yerda o'ltig'izilib guvohchilar. Ayol shu ishga mas'ul odamning oldida mustaqil ayrim holatda so'riladi. Ya'ni sizning bu to'yga qo'shildingizmi o'z ixtiyorligingiz bilan
Yani erkinligingizge birerse daxil teröz kıldımı kılmadımı, mecburlaş bağımı yok mu? Belgilengen şartlarga, toyluqlarga siz koňuňyzdan çıkıp razı olduğunuzun bu mu? Bu ayaldan birinci ketim sorulduğu emas. Bu nimeni ifadeleydi adatda? Digen vaqtda ayalnınki ertallaş mecburiyeti ve şundaqla erkinligi. Bu noktada ayal aldın korunda. Şoň nikah uqarullarda sildigendek avval kimden soruldu? Ayaldan soruldu. Ayalның maqullıqı ilinip bolgandan keyin andan keyin kim soruldu? Erden soruldu. Juqurqy masalan kalamda sual kelyapdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki juqurqy falsafa bizat din tarbiyat yadak degan hadisini. Şu hadisde masalan cemaliha ve maliha ve nasabiha falsafa bizat din tarbiyat yadak. Şu hadisden aynısını ayallarga tatbiq qilishimiz mumkin mi yani? Tamamen mümkün. Yani bu noktada çektin aşırı etsek olmaydı. Yani qaysı noktaga keleyli? Er noktası timsiga kelsek mi? Erini çektin aşırıp. Yoki ayal noktasiga kelgan vaqtda ayal timsiga, ayalın çektin aşırı düşük olmaydı. Ayallık münasebet biz yuqarı sözlegen bütün mezmunlarga qarata bir tömür sandık oqşaydı aile. Bu tömür sandıkka ikki açqıç ketidi. İkki tömür açqıç. Birisi silinse eçilmaydı. İkisi teң silinğanda qana qılıdı, eçildi. Er ayal bu aileninki ikki açqıçı. Erinin üstüge düşken özüge has bir mecburiyetleri var ve ayalının özüge düşken özüge has mecburiyetleri var. Ve ikkilisininki erişki tegişlik bir nimeleri var. Hukuk menfaatleri var. Bu noktalarda insan bilen muamele kılış gerek, mecburiyetini özüge has şekilde ayrım qanday qilish to'g'ri keladi, taqsimlash. Şuna münasebetlik ayalının ertallaş meselesi mi? Çünkü ailede ayal boysunuşqa tegishlik nurg'un prinsip var. Qilishqa tegishlik mecburiyet var dedik ya. Bu noktadan ömür boyu birga o'tadigan odamni intayin astoydillik bilan nöbetdeki bazı şahitler kısılıp kaldı deplam, mecbur olup kaldım deplam aldırmaslık bilen tanlaş gerek. Çünkü ömür boyu şuna bağlanıyordu. Onun o ailede kılışık tegişlik, ömür boyu kılışık tegişlik bir xil mecburiyetleri var. Bir prinsip var ailede. Üzüne başqalarga qul qilib berishning o'rni yo'q. Nachar odamlarni tanlab qo'yish yoki kelgusiga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan insonlarni tashlab qo'yish orqali ömürlük kabusga o'zini atmaslik kerak. Yani mesela bu erken deplam, turmuşda qiynalib kaldım deplam ayollar. Unda qilsa bo'lmaydi. Chunki o'ylash kerak bu haqda. Chunki o'zining kelgusi yo'q. Tanlagan vaqtda yaxshi tanlamay, qarani aldirab birib qo'yib yoki ayollar tabiatidagi ba'zi psixik noktalar sabablik ba'zi qarorlarda to'g'ri qaror ilinmay qolib, keyin Bana zulüm saldı, onu kıldı, beni taşlavatdı, ballarından karısı olmadı, degan şekildeki qaqshash yüz birib qilish ehtimoli intayin ko'p bo'ladi. Del dinninki erge bu kadar mas'uliyatni atishi, ayolga bu kadar mas'uliyatni atishining sababi keyin huzursuzlik qanaqmaslik uchun, chiqmaslik uchun bo'layotgan narsa. Demak, ikkili tarafdan axloqliq va dindor turmush o'rtog'ini tanlashi kelgusi bo'g'ichi farzandininki yani salih insan bulup yetişip çıkışınki asaslık amil desek buldu ekan da. Asaslık amili. Biz nereden geldik bu ayal temizga? Çünkü bizim söylediğimizin temisi evlat. Evlat şu ailede yetişip çıkıdı şu aileden. Evet. Bu aileyi kim koydu? Ayal koydu. Şuna biz bu noktadan baştan kileyle de şuna ayal tallaş temisi bu yerden çıkıp kaldı. Allah razı olsun. Bir hadis isim ki otudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu maşu turmuşqa alaqadarlık boğan hadis yani dua desek mi buldu? Yani bu hadistinki demesi nasıl? لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. Yani bu degan bu bayan kılgan bu dua yani farzand hakları cümlesi kiramdı yani. Hadis İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Sahih Buxariy'de rivayet kılıngan hadis. Yani hadisning mazmuni ayal bir kelmoqchi bo'lgan vaqtida
Allah'ның namı bilen başlayımız. Allah bizni ve bizge rızık vermekçi olan kelgüsüdeki evladımızını şeytandan yirak kılgın ey Allah degen şekildeki bir dua Resulullah bu ne kana kavatıdı ügütüp maşta kılsa ahırgıca balıska şeytan nemi yetküzenmeydi zerre yetküzenmeydi. Bu hadis bizge yukarıka mezmundan başka acayip bir noktani iç bir vatıdı. O ne mi o? Bizden talep kılındığını bu ailege, balığa qartaq mesuliyet, qanday mesuliyet ise, hatta balı tuğulğan din keyin emas, qosaqlık vaqtida emas, hatta şu balı tuğuluşunun oldıdı mı, insan en xudunu yoxtuduğan, başınasını oylamaydıgan bir peytdi mi, insana mesuliyetini esiltiş. Sen muşu vaqtında atıp dikkat kılısa demekçi. Senin balı tiyimisi hayat tiyiman. Mana hazır balan yok. Tıxı ayalın hamile mi emas? Sen bügenin tatip dikkat kılısa demekçi. Mesuliyetini hazırdan tatip esleyse, balanı hazırdan tatip terbiyeleşki düşse, balanın kelgüsüdeki kandak adam buluşu, mana ağan tuncu bügenki kadiminden başlanıdı. Çünkü nimi için? Çünkü bala ailenin ya huzuru ya huzursuzu. Huzursuzluk sebebi. Balı salih olsa aile bəxtlik. Eğer balı şunda ahlaksız, naçar balı olup kaldı mı, o balı olmaydı, bala olurdu. Bir adam qançılık ihsat sahibi olup kessin, qançılık baylık egisi olup kessin, ya ki cemiyette qançılık mertebesi yukarı, en yukarı mensepteki insan olup kessin, balısı arzu okuğundaki bulmay kaldı, balısı başka çıkıp kaldı, en bəxtsiz adam, en huzursuz aile. Şuna balını yaxşı terbiyeleş, şu adamın mı kelgüsüdeki bəxsadetinin mühim amili ve ondan başka en mühim tarafı cemiyetinin kelgüsüdeki bəxsadetinin ki, teş amallığının ki en mühim amillerden birisi. Şuna mahedesiyle okuğan dediniz, bir nokol, her ayal priya kelişinden altıda okuyduğun bir dualan bop kalmasın, ata-anıga nispeten tunca kademden tatip mesuliyetçin buluş, dikkat kılış. Bu meseleye qarata səgək buluş ifadesi. Bunu bildiriyatdı bizge. Şu tuncu kademden tatip. Allah razı olsun. Hem de bunu yukarı sözlengenlerini atanın ki perzentlerge qarata birinci mecburiyetlep qarısak hem de ikinci mecburiyet ve haklardan perzentlerin atanın süstüdüken. Perzentike güzel isim tallap koyuş. Bu vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste innekum tud'auna yevmel kıyamet bi esmaikum ve esmai abaikum fahsinu esmaakum diye hadis var. Bu hadisni qanday tushunimiz endi? Mazmunga kelishning oldida men bir nuqtani eslatib o'tay. Oldin qatimliq suhbatimizda bu to'g'risi azroq. Mazmunlarni tilga olgandik. Ya'ni Allah subhanahu ve taala Qur'onda büyük narsalar bilan qasam qiladi. Şunun birisi va validu va ma walad. Allah subhanahu ve taala sura Balad'ninki 5 yillam ota-bolalık münasebetini asas qilib turib bir qasam chiqqan. Dadı bilan va dadıning bolalari. Bu yerda Allah bendilerini hech kimga muhtoj emas. Oila inoq o'tamdi, inoq o'tmamdi, bola yaxshi tarbiyalanmadi, yaxshi tarbiyalanmamdi. Nima şuludu Allah'a kılsak zararı yakinimiz yok, faydası yok. Ama insan hayatı bununla hiç münasebetlik. Dünyadaki hayat digellik şu adı bala sistemi degenge başına esemez. Bugün bala ete dada. Muştalan bana da bu dünya. Ben tünügün bala olgan bolsam bugün dada. Muştalan bana da. Atı balı münasebeti. Atı balınınki qandaq bir şekilde öz mecburiyet mesuliyetlerini ada qilishi dedik ki kelgüsüdeki Allah'a favqulodda münasebetlik. Dünyada her insanga haysiyat qiladi. Her insan başkalarının özünün eşip ketişini xalamaydı. İlla ki dada balısıga birden bir haysiyat qilmaydigan şahıs. Dada balısının özünün eşip ketişini yaman köşemez arzu kılıdığan dünyadaki birden bir şahıs. Dadaballık münasebetki dünyada
hech qanday bir munosabat to'g'ri kelmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga ato qilgan eng cho'ng ne'mati va buyuk alomatlarimiz. Dunyoda zodi bog'lab boqayli munosabatni. Hatto bir tuqqanlar hasad qilishi mumkin. Ammo dada asla balasiga hasad qilmaydi. Endi biz temimiz shu yaxshi ism tanlash. Demak, bu yerda dada bola munosabatining bu qadar muhimlik darajasini tilga olyapmiz ya. Xo'sh. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bu kadar eslitish orqali dadining biz bayatdan deganimizdek tunji qadamdan tortib sargar qilishi va ikkinchi qadamda balasiga go'zal ismni qo'yishni hadis orqali bayatdan keyin sizlar o'qigan hadisda bolaga yaxshi go'zal ism qo'yish qiyomat kuni siz shu ismlar bilan chaqirilganligini tilg'at emasman. Xo'sh. Buni ta'kidlash orqali dadiga ikkinchi signalni beryapti. Nima ishqa? Chunki inson her günü birisi bilen çağırıldı. Her günü voy palani, voy pukuni. Bu bir nokta. Bunda insanın psikikasiga isminin güzelliği, güzel emesligi hayatı tesir gösteriyor. Bu bir nokta. İkinci nokta isim ata-ananınki baladan kütken bir ümidinin ifadesi. Baladan kütken bir ümidinin ifadesi. Çünkü ata-anaga bir narsa ta'sir qildi hayotda. Ata-anasi bir narsaga qiziqdi. Ata-anasi balaning kelgusida mandaroq odam bo'lsa-ekan degan umid qiladi. Mushu nuqtadan ata-ana o'zining kallasidagi shu orzu, armoniga qarab turib ism qo'yadi. Balasiga hayotida shu ism ta'sir qiladi. Chunki ata-onasining shu bir orzusi o. Demak, yaxshi ism farzandning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu noktadan şuna hadisteki balaga güzel isim qo'yishning ta'kidlanishi ota-onaning ustiga bir mas'uliyat ortilishining sababi bu. Endi bu ism to'g'risida bo'layotdi, suhbatimiz davom qilyotdi. Vatanda yashayotgan qarindoshlarimiz hamda ota-onalari tanlab qo'ygan islomiy va milliy shunda chiroyli güzel isimlerimiz var mı bizdeki? Masalan köpünçimizdeki isimleri Arapça Muhammed, Abdurrahman, Mujahid, Mujtahid, Abdullah, Ahmet, Mahmud degenge o'xshagan isimlar. Qizlarimizdeki, ayollarimizdeki isimleri bo'lsa Fatima, Khadija, Aisha degenge o'xshagan sahabiyatlarningki güzel isimleri tanlab qo'yaqliq endi. Bugun kun kelgan vaqtida endi bu turdagi ismlar majburiy diniy va milliy puroq olgan har qanday ism majburiy o'zgartirildi va o'zgartirilyapti endi. Bu nima ifodasi endi? Nima uchun o'zgartirildi? Chunki az ilgari men deganimdek ism hayotga ta'sir ko'rsatadi. Ota-onamiz bizni payg'ambarimizning varisi bo'lsin deb Muhammad qo'ydi. Bizning bobomizning varisi olsun deb Mahmud qo'ydi. Olimlarimizning varisi olsun deb Yusuf qo'ydi. Bizning dini, millat uchun kurash qilsin deb Mujahid qo'ydi. Aisha radhiyallohu anha o'qsin deb Aisha qo'ydi. Rasulullohning ayollariga o'qsin deb Xadija, Zaynab qo'ydi. Buning hammasi bizning millatning ko'nglidagi hayot ifodasi, hayot orzusi. Endi bu bizning millatning farzandlarininki hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bo'g'achqa dushman bu nuqtani biz nuqtadan tushungan. Mush bularni hayoti oxirigacha eskartib turadigan bir eskartgich o'rnida ko'rgan buni. Chunki Mujohid deb atalgan birisi hayotining oxirigacha otam meni ismimni Mujohid qo'ygan. Ismining ma'nosi o'zining dini, o'zining millati uchun kurash qildi odam. Bir xil eskartgich. Har kuni ko'z oldida sen vazifang ma'o degandek. Birisi balasiga olib aslan qo'ygan bo'lsa, tariximizdagi millatimizning Anadoluga urilishiga ishga ochgan cho'ng bir qahramonning ismi. Bu shuni eskartib turarki, sening ashta bir ajdodlaring o'tgan, sen shunday ishni qila olaysan. Mahmud qo'yilgan bo'lsa, buyuk bir olimning ismi. Shuni eslatadiki, sen mashta olim bo'la olaysan. Bu nuqtani dushmanbek tushungan. Shunga millatimizningki ahvolini o'zgartirish uchun, millatning ahvolini o'zgartirish uchun kelgusida o'zining degan yeriga
apırış üçün en avval milletlikinin ismini özgü. Şuna bizim ta'kidlashimizin sebebi ballarımızga köngül arzularımızı ifadaleydigan isimlerini koyaylı. Büyük isimlerini koyaylı ki ballarımız kelgüsüde büyük adam olsun, dini, milleti için büyük hizmetlerini ortaya çıkarsın. Büyük kişilerin ki izidin mansın. Peygamber Aleyhisselam'ın izidin mansın, sahabaların izidin mansın, ecdatlarımızın izidin mansın. Bu ata-ananın üstündeki fevkalade isim, adetlik isim o. Balam doğuldu, nima koysak buluyordu. Bu şekilde emez. Senin bir arzu armağanı olsun balandın. Bir kütkünü olsun balandın. Balan şunu orundusun. Şu an bu derecede iğir mecburiyet atılışı, bugün dersinin ikinci temisi balının atı üstündeki hakkının ikincisinin güzel isim tanlap koyuşun buluşun sebebi bu kadar. Endi er ayal turmuş kuruş basqıçı olsun yoki undan keyin farzand haqlari da undan keyingi ishlarda bo'lsin farzand haqlari dinimiz o'lcham qilgan bo'yicha ish ko'msa otaning farzand haqqini ya'ni mundochilib aytgan vaqtda ado qilmasa farzand oldida endi osiy bo'lamdi deb Endi bu haqda ata bola munosabat haqida bizda keng tarqalgan masalan gaplarni tortib oldim. Masalan farzand ota-onaninki haqqini ado qilmasa osiy bo'ladi. Osiy bo'ladi. Men demak shu buni aksicha bo'ladimi demoqchiman. Bizda keng tarqalgan atalg'u davomliq balasi ota-onasiga osiylik qildi. Balasi ota-onasining haqqini ado qilmadi. Bu bola ota-onasiga yaxshi qaramadi. Bu xil atalg'ular keng tarqalgan bizda. Ameliyatda bunun yeni bir tarafı da. O doğru. Yeni bir tarafı da ata-ananın mı balası ası olgan tarafı var. Bunun birisi bayattan ki isim tanlaştın tatip ballarının ki manevi maddi terbiyesiga ehemmiyet vermezlik, sağlamlığa ehemmiyet vermezlik, ictimai halatına ehemmiyet. Bu noktaların hemmesi ata-ananın üstündeki mecburiyet ada kılanmasa şu ata-ana balasının aldığındaki mesuliyetini ada kılmaya ata-ana olup balasına asıyla kalan ata-ana oldu. Buna bu isimni koysak buluyordu. Çünkü Kur'an balını nem dep atıdı? Qurrata ayn dep atıdı. Qurrata ayn degan nima desa, insonning biz ko'z qarchug'i deb bekitimiz var ya bizninki. Shu xil ifoda insonning hayot xursandligi o. Hayotidagi baxti o, insonning borligi bala. Bu noktadan Allah bergan bu borliqni ahamiyat bermay, sal qarab quyutilinsa bu hakikaten de asilik deyişke tamamen buludu. Biz şu dereceye bağladık ki bazı qarindoshim bir misal alsam, bazı qarindoshimizning balları mesela bu etrafta yaxshi maktablarda o'qiydi. Ama mesela bir misal, beşimde o'tgan misalda, maktab bilan uyning orliqi sal yiroq. Mesela ya 15 kunda ya ayda bir qatim azroq musofirni besib balasini ekilish oprish to'g'ri keladi. Shundan bir qarindoshimiz men balamni yandırıp ekilaymek o mekteptin. Nimişqa? Ayda bir qitim berip kep bolam. Ayda bir qitim ajrıdığan 3 saat vaqtiga, yoki 15 kun bir qitim ajrıdığan 3 saat vaqtiga chidamay amaliyat qilgudek muhim ishim yo'q. Ama shuni egri ko'rib bilan balasini yaxshi deb qaralayotgan bir mektepdan chiqarib olishni o'ylashyotdi. Masalan, ayta qarindoshlar va buni eskartib, bir muncha eskartib bergan bo'ldik masalan o'zaro. Bu qadar ahamiyat bermayotimiz bolalarimizga. Yani ballarını hayatındaki bunda önem verdiğin, ehemmiyet verdiğin sahadan çıkarıp ettigilik. Ettigen kirse öyle balının sağına sak olsa bu yeterlik, bu kılıqlık yani. O nimiş kıldı, nimiş kılatıdı, bu yıl kanca yaş girdi, kancalık malumat aldı. Bu nim? Ma noktalar bizden kalımızın çıkıp ettigilik. Yani balısına ehemmiyet verdiğin ata-analar fevkalade az. Farzandlarninki otaning ustidagi haqlaridan masalan bola tug'ilgandan keyin eg'izlantirish, aqiq qilish va azan takbir etib yaxshi ism qo'yish bularnimi otaninki qilmasi bo'lmaydigan muhim ishlardan deb bularning hammasi masalan dinda uningga aqiq qilib qo'y o'ltirish masalan ism qo'yish bu qadar vazifalarning ustiga chekilishi nima uchun? Ata-ananın diqqatini senin barlığın dünyaya geldi, senin hayatın dünyaya geldi. Sen bugünden tatip bu işlere ehemmiyet berdigelik ifade o. Ameliyatda şu
farzand tarbiyasi haqida maxsus mutaxassis bo'lganlarningki o'tirib qo'ygan bir nimasi bor. Ya'ni bola 1 yoshdan tortib, ya'ni tug'ilgan vaqtidan tortib 7 yoshgacha hayotining asosini sap bo'ldi deydi. Masalan, uning mijoz, xarakter, ota-onasi shu yosh oralig'ida uningga qanday muomala qilsa, kiyim-kechikining radlikligi, tozalik ishi, masalan, o'ltirib qo'pishi, uning ba'zi uyun, damelish, ügünüş, üzgü layık bir ügünüş oldu ya onunki. Hakkında 2 yaş olsun mu üzgü layık bir ügünüş oldu. Muşu noktaları şu vakitte adetlendirilip davatıdı. Doğru bu vakit ifadesi yok. Xuddi tuproqqa kömgen bir urukçuğa okşaş, o vakit ifadesini kömeymiz. Ama kiyinki yeryüzüge üsüp çıkıdığan o derek biz tikken urukdun buludu. Biz qanday uruk salsak, kin üsüp çıkıdığını şu oldu. Her güz meyvesiz derekning urug'ini sap qo'yib yerga kin meyvelik derek bitish bu ahmoqonlik. Shu ota-onalarga tavsiyamiz 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan mezgil balangizning keyingi hayotining urug'ini soladigan mezgil. Mushu vaqtdagi balangizning xarakteri, rostga qilish, va'da vafo qilish, masalan, unidagi bir g'urur, masalan, aqallisi, bir ishlarga ahamiyat bilan qarash, o'qish, bir narsa o'rganish bo'lgan qizg'inligini oshirish degan mushtaraflarning hammasi balangizning kelgusi hayotiningki tunji elinish bosqichi bo'ladi. Mushu bosqichda balangizga qanday ahamiyat bersangiz, kelgusida shunda balangizni ko'rasiz. Ammo bu vaqtda tashlab o'tib, qusqi ochlam qolmasa, kechda o'ykasangiz balangizning soni kamlab ketmasa, bo'ldi degan ideya bilan boqqan balangizning kelgusidan hech umid kutmang. Şu bu noktalar intayin muhim. Şu belgilengen mail isim koyuş olsun, akik kılışı olsun, mal öldürüşü olsun, onun ismini adam yığıp koyuş katarlık. Bunda bir işlerinin hemmesi bika koyulga işlemez. Yani bununla atanının tıkıtını tartış bir balan oldu senin hayatında bundan kin. Bundan kin ki vazifen tekemi açtı, mesuliyetin tekemi açtı degandek bir ifade olsun gerek. Hem de sohbetimizden ki ahırıma kelip kaldık. Hem de bu sohbetimizdeki farzandning ota-ona ustidagi haqlaridan, yani 3. haq, 3. farzandning 3. ota-onaningki 3. mecburiyeti. Ota-onaningki farzandga ta'lim tarbiya berishi. Undaqda farzandga nimani bu kichik yoshlardan nima o'rgatildi? Ta'lim tarbiyani qanday boshlaydi? Endi kichik vaqtda ben ko'p ma'lumot qarshilik qilolmaydi kallasga. Ammo biz bir narsani tuntlaymiz kichik vaqtdan tortib. U o'simi u bolaning kimga oid bo'lish kerakligi, kimga tabe bo'lish kerakligi, millatining kim, dinining nima ekanligi, yaratquchisining kim ekanligini tuntish. Masalan, misol olsam, bu tomoqni bizga kim berdi? Alloh berdi. Masalan, tamoq jarayonida sizni kim yarattı? Allah yarattı. Ata-onasimda, paranglish jarayonida. Ve ko'z oldiga uchigan har narsada bolaning ideyasini, fikrini bu dinga bog'lash va bu millatga bog'lash, kelgusi dini millat uchun xizmat qiladigan bir nuqtaga bolani bog'lash mencha ota-onaninki tunji qiladigan bir majburiyat, mas'uliyatlarning qatorida. Bu tunji o'rgatish. Onunga cho'ng narsani o'tib ketish ketmaydi. Masalan, 6-7 yosh, 4-5 yosh, 2-3 yosh mush aralıqlarda bolaning o'zining tasavvuriga xos, tafakkurga xos bir savollar bo'ladi. Bir anglamoqchi bo'lgan gaplar bo'ladi. Bir savollar bo'ladi. Mush savollarga sen sagaklik bilan javob berish kerak. Bir oyat bor. Va banina shuhud sura Mudaththirninki 13. ayet. Tefsir kitapları her xil tefsir qiliqliq. Ama ayetning mening diqqatimni tortgani bolalarni guvohchi deb ataydi-chu. Bolalar nimaning guvohchisi? Balada biz ko'rayotgan tabiat insonning asli qiyofasi shu. Bola cho'ng bo'lgandan keyin nimaga guvohlik qiladi? Bizning shu bolaga qanday ahamiyat bergan, bermaganligimiz guvohlik qiladi. Men oyatning munosabatlik tarafini bu shaklda olaman yani. Va banin shuhud. Balani guvohchi deb atavadi Qur'on. Shu deb o'tganimizda nima tirgan bo'lsak, shuni balang kelgusida cho'ng bo'lganda qanday odam bo'ldi? Ha, ota-onasi mana shu tarbiyalab ekan. Mushuni o'g'lim guvoh. Balaning kelgusi holati.
Şoňaşka Demek hatta perzentildimmi gayet mesela bu ayet yukarıdaki ayetning kim taqozosi qargan vaqtida ba'zi vaqtida meni ota-onam kaşk o'qitgan bo'lsa-chu, ha, yaxshi tarbiyalagan bo'lsa-chu, ota-onam mundaq qilgan bo'lsa-chu degandek nimalarni anglab qolamiz jamiyatda. Bu bakar şularning masalan. hammasi şahidligi. Ota-onasininki öz vaqtida qanchalik ehtimom berganligi, qanchalik onun kuch chiqarganligiga berilgan bir şahidlik. Şoňaşka ahirda sualning ahirida ba'zi narsalarni eskertkim keldi. Balalığa dini, milliy qarashni 10 yoshdan keyin singdirish. O vaqtgacha o ideyalarni singdirmaslik degan bir ideyalar fikrlar o'tirib chiqyapti-da. Amaliyotda bu shu vatanda bizning diniy kayfiyatimizni tuvallatish, diniy muhitni azaltish uchun qo'llanilgan tadbirdi. Bu chet elga chiqqandan keyinmi o'zimizning odamlar tarafidan qo'yilyapti bu fikrlar. Yani 10 yoshdan ilgari balaga berilmagan har qanday tarbiya 10 yoshdan keyin berilmaydi. Balaning 10 yoshdan oldi biz bayat 7 yoshgacha deb bir nimani tilga oldik. 10 yosh desek tamam. Hadisda shu namozga odatlantirishning yashi 7 yosh va 10 yosh. İki ibora var hadisda. Birisi 7 yosh, yani birisi nima 10 yosh namozga odatlantirish. Bu nima desa shu vaqtlar 7 yosh 10 yosh orasida o'gitib olgan demak. Shu 7 yosh 10 yosh va shuni oldidagi vaqtlar biz sağmakçı olan bu binanın bizga ko'rmaydigan huli. Yani topuning ostida qoladigan huli. Mushu hul qanday bo'lsa, bina shunday bo'ladi. Ammo ota-onalar hargiz ham xiyol qilmasinki, hulni nachar solding yoki solmading, ustiga bir qavat bino solanmaysa. Şoňa sen qanchalik bino solishni planlagan bo'lsang, shunga loyiq hul sol. Bu hulni şu bala tug'ilgan vaqtdan tortib ta 10 yoshgacha vaqtgacha o'ziga loyiq balaga muvofiq shakldagi bir ta'lim tarbiya bilan solsa, mana bu ta'lim tarbiya balalarning ota-onasining ustundagi haqqining nechinchisi? 3-chisi. Bugungi suhbatdagi 3-chi haqning birisi balani eng go'zal shaklda tarbiyalash. Xato tushunib qolmasin, tarbiyalash desa, akaplar uningga bir muncha o'zining taqtidan eshqan narsalarni yodlatish yoki o matematik kitoblarini o'zining taqtidan oshgan shaklda uni o'rgansa yoki Qur'onni taqtidan oshgan shaklda yodla, bu shaklda emas, buni bunday shakl tushunib qolsa qolmay. Balaga yarasha bir shaklda, balaning tasavvur, tafakkuriga munosib bir shaklda, balaning ishidagi aslidagi programmasi shakllanayotgan mazmunga chiqar, bu insonning programmasi. Yani insonning insonlikka shakllanayotgan mazmunga chiqar. Musulmon insonlikni yetildiradigan bir shaklda tarbiya muhiti hazırlash ota-onaning ustidagi mas'uliyat va nima majburiyat. Demek yani mesela cemiyetimizde bazı ziyaliler ahirki vaqtlarda dinni farzandlarga 10 yoshdan keyin ta'lim berishni tavsiya qilgan leksiyalarmi o'rtaga chiqmay qolmadi. Demak, agar buni shu deguchi qarindoshlar bilib degan bo'lsa, tushunib davotgan bo'lsa, bu tüptün bir ziyonkashlik. Chunki 10 yoshning oldida singadiganligini agar bilsa, tushunsa, 10 yoshdan keyin balaga asosiy hayot asosi qurilib bo'lgan bo'ladi balaninki. Tafakkuri qurilib bo'lgan bo'ladi. Undan keyingisi hammasi ya uslubunda ya bunda o'zgartishi mumkin, ba'zi narsalarni to'liqlashi, kamlashi mumkin. Bir odamning hayot asosi undan keyin bak o'zgarmaydi. 10 yoshdan ilgirki holat insonning inson bo'lib qurilgan holati, shu buningga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbat programmamiz ostida farzandlarning ota-ona ustidagi haqlari to'g'risida suhbatni shu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizdagi mehmoni ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman va bu suhbatimizni Cenab-ı Allah Subhanahu wa Taala hammalarga manfaatli qilib berishini tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن